Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yoshlaridan mana aka-ukalar. Bugun 19-may, haftaning dushanba kuni. Yoshlaridan, zo'rlaridan so'raganlarga. Biz u shahar doimida Dang'ara G'umoyli mahallasidan, Qo'qondan syomka chiqaryapmiz. Mana yoshlaridan so'raganlarga, yoshlari. Buni egasidan so'raymiz hozir. O'rtaqda xonadonidamiz. Sotilarmi yo'qmi hozir bilamiz. Yoshlari shu 7-8 oylik. Bitta ichida uni kattarog'i bor. Mana shu kattarog'i mana shu. 10 oylik shunaqa. Mana ular yosh. Chuqurga tushyapti-da. Bo'ladigan zo'rlar mana. Cho. Aka-ukalar. Bular ishqivozi kelib qolsa sotaverasanmi? Sotaveramiz ishqivozi. Nech puldan bular narxi? Qizdirmasdan aytib qo'yaylik. Kutib o'tirishganlar. Bular qallashiga qarab. Ichida 28dan 30 bitta kattasi xolos. Nech pulgacha? 37 ga. Hurmatli obunachilar, mana 28dan 30 Bir donasi katta shu. 37 mi? Bitta xolos bunaqa kattasi, qolganlari yengil. Bitta shu kattasi ekan 37 million. Qolganlari yengilroq ekan. Kelib tanlashlarga qarab turib beraverar ekan. Bo'ylari shu 1.30 mana shu kattasiniki. Mana ular 1.25 oldin o'zi shunaqa 1.20-25 dan kam kelmaydi. Shular. Mana ular mana 1.25 chiqaveradi. Qoch. Jali o'tirib syomka qilganim yo'q. Haslatganim yo'q. Shu ko'krak baravar video qilyapman. Nolaridan boqaman deganlarga. Nolarda ukalarida telefon qilaverasizlar. Nomerlar 91 688 55 56 ga telefon qilaverasizlar. Ishqibozlari kerak deganlar mana telefon qilishaveradi. Turli tumanidan bor. G'unajin qochdimi yo qochmadimi? G'unajin 1.5 oyga qarab ketyapti. Qochib qolishi kerak. 1.5 oy bo'pti qo'yilganiga. Hali noma'lum. Oma qaytalagan yo'q ekan mana g'unajin. G'unajin ham G'unajin ham o'ta kuchlisidan. Buni ham bo'yi 1.35 ana shunaqa. Mana shu buqalarga qo'yilgan mana. Mana unga. Mana shu qo'ng'irga qo'yilgan. Telefon qilaverasizlar.
qisqagina, kaltagina video bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.